Ko'pchilik kutgan kun keldi. Mastona medklinikasi mutlaqo ish faoliyatini boshladi. O'tgan oyi klinikamiz yopilganligi haqida e'lon bergan edik. O'zbekistonda yagona bo'lgan integrativ tibbiyotga asoslangan, ya'ni Sharq tabobati zamonaviy tibbiyot uyg'unligida davolanish imkoningiz bor. Talablarga binoan endilikda uzoq yaqindan keladigan mijozlarimiz uchun yotib davolanish yo'lga qo'yildi. Asosiy yo'nalishlarimiz umumiy terapiya, gastroenterologiya, dermatologiya, parazitologiya, allergologiya, shuningdek, erkaklarimiz uchun urologiya yo'nalishini yo'lga qo'ydik. Yangi manzilimiz Severniy Olmazor, Mo'ljal, Mandarin Top. Batafsil ma'lumotlar uchun administratorimizga murojaat qilishingiz mumkin.